Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga og'iz bo'shlig'imizda chiqib qoladigan joyi distopiya bo'lib, boshqa joydan chiqib qoladigan qoziq tishlari haqida aytib bermoqchiman. Eng avvalambor bu qoziq tishlarni xalqimiz orasida bo'ri tishlar yoki bo'lmasa o'yloq tishlar deb atashadi. Bu tishlarni oldirib tashlashlik qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligi haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Eng avvalambor qoziq tishlarimiz jag'larimizni harakatida eng boshlovchi yo'lni, ya'ni yo'lboshchilik vazifasini oladigan ekanligini tushuntirib bermoqchiman. Agar og'iz bo'shlig'imizda qoziq tishlar boshqa joydan chiqib qoladigan bo'lsa, bu og'iz bo'shlig'idagi umumiy muammoning belgisi sifatida ko'rilishligi kerak bo'ladi. Chunki agar bizning yuqorigi jag'imiz yoki pastki jag'imiz tor bo'ladigan bo'lsa, sut tishlari uzoq vaqt davomida og'iz bo'shlig'ida tushmay yursa, ya'ni o'z vaqtida tushmaydigan bo'lsa, yoki bo'lmasa hayotning qaysidir bir bosqichida uni chiqib keladigan yo'lidagi tishi vaqtliroq olingan bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda qoziq tish boshqa joylardan harakatlanib chiqishiga to'g'ri keladi. Eng ko'p tarqalgan holatlari bu burnimizni ikki yoniga yaqin joydan, yuqoridan va og'iz bo'shlig'ini tag'lay tarafidan chiqib qoladi. Aslida bu holatlarda chiqishligi organizmda bo'ladigan, ya'ni jag' strukturasida bo'ladigan qaysidir patologiyani belgisi hisoblanadi. Aynan mana shu qoziq tishimiz kontrafors vazifasini, ya'ni kontrafors degani zarbani qabul qilib olish, yo'naltirish, tarqatish vazifasini bajaradi. Bizning yuqorigi jag'imiz statsionar holatda turadi, pastki jag'imiz esa doimiy tarzda harakatda bo'ladi. Uni harakati oldinga, orqaga, ikki yonga bo'lishligi mumkin va bundan tashqari transversal harakatlari ham mavjud. Mana endi jag'imizning harakatini bilib oldik. Agar bizning qoziq tishimiz chapga yoki o'ngga harakat qilayotganda, yuqorigi qoziq tishimiz bilan pastki qoziq tishimiz bir-biriga mana shu holatda to'qnashadi. Ya'niki boshqa tishlar bu holatda tegmaydi va hamma bosimni aynan shu qoziq tishlarimiz qabul qilib oladi. Endi bizning qoziq tishlarimiz boshqa joyda joylashib qoladigan bo'lsa, bu qoziq tishlarning vazifasini boshqa tishlar olishiga to'g'ri keladi. O'z-o'zidan qoziq tishdan boshqa tishlarning ildizlari unga nisbatan kaltaroq, mustahkamligi biroz kamroq bo'ladi va chaynov bosimi muntazam noto'g'ri taqsimlanishining hisobiga sekin-astalik bilan aynan o'sha tishlarimizda yemirilish bo'ladi. Ba'zan ular chatnab sinadi, ba'zan erta nokaris kasalliklariga uchraydida kasallanish yuzaga keladi. Mana bunaqa holatlarda eng avvalambor qoziq tishlarini normal o'zini joyiga olib kelib olishga harakat qilishga to'g'ri keladi. Kamdan kam holatlarda mana shu qoziq tishimiz chiqmay qolish ehtimolligi ham bor. Ya'ni suyagimizning ichida qolib ketadi, chunki bunga sabab o'sha jag'imizda joy yetishmasligi yoki bo'lmasa qanaqadir anomalik jarayonlar ta'sirida suyagimizning ichida qolib ketishligi mumkin. Bunday holatlarda jarroh stomatolog yordamidan foydalanib va ortodont stomatolog yordamidan umumiy foydalangan holatda xirurgik yo'l bilan mana shu qoziq tishlar tortib chiqarilishligi ham mumkin. Chunki qoziq tishlarining ahamiyatini boshqa tishlar bajara olmaydi. Shu sababdan aynan qolib ketayotgan qoziq tishlarni tortib chiqazib joy-joyiga qo'yib qo'yish o'ta muhim sanaladi. Demak, bir karvon bo'lsa, u karvonning karvon boshi qayerga qarab yursa, izidagilar shu tarafga qarab yuradi. Qoziq tishlar ham aynan mana shunday yo'lboshchilik vazifasini bajaradi. Uni vazifasini boshqa hech qaysi bir tish ola olmaydi, chunki bu mas'uliyatni olish faqat qoziq tishlarning vazifasi hisoblanadi. Boshqa holatda, ya'ni distopiya bo'lib, anomal joylashib qolgan tishlar bizga ma'lum bir narsalar haqida aytib beradi. Ya'niki jag'imizni to'g'ri o'smayotganligida, nafas muammosi bo'ladigan bo'lsa, jag'imiz o'smay qolgan bo'lsa, tishlarga joy yetmay boshqa joydan chiqib qolishligiga sabab bo'lganligidan dalolat beradi. Bunday holatlarda eng avvalambor stomatologga murojaat qilasiz. Stomatolog maxsus tekshiruvlar o'tkazadi va aynan qoziq tishini, boshqa joyda chiqib qolgan qoziq tishini o'z o'rniga olib kelib berish vazifasini oldinga qo'yadi va chaynovdagi to'g'ri funksiyani ta'minlab beradi. Qoziq tishlarning organizmga nihoyatda foydali ekanligini mana shu videoda bilib oldik. Agar sizga videolar foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta bizga qo'shilib oling. Fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Savollaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin va bu video qolganlarga ham manfaatli bo'lish uchun ulashib qo'yishni ixtiyor eting.